Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun mana o'z studiyamizga PSG va Bavariyaning vakillarini taklif qilganmiz. Ular bilan bo'lib o'tadigan suhbatimizni sizlarga namoyish qilib, sizlarni xursand qilamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. PSG vakili yaxshi keldingizmi? Zo'rmisiz? Ishlayaptimi? Finalga chiqqaningiz bilan tabriklaymiz. Faqat ikkita savolim bor edi sizga beradigan. Shu savollarimga javob bersangiz. Xo'p. Finalga boradigan bitta yo'l bor edi. Biz o'sha yo'llar esa qidirdik. Qanaqa topdinglar sizlar o'sha final yo'lini? Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar o'zingizlar ham. Mag'lubiyatdan xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Finalga chiqadigan bitta yo'l bor edi. Shu yo'lni topa olmabsizlar, biz topdik, biz chiqdik. Endi xafa bo'lmay o'tirasizlar endi. Biz o'yin davomida 90 minut o'yin davomida biz dominantlik qildik. Sizlar umuman futbol o'ynaganinglar yo'q, bildinglarmi o'zi? Ha, bosdinglar. Faqat PlayStation tugmasini bosgandek bosdinglar-da. Haqiqiy hayotda ham futbol o'ynab turinglar. Biz ham ko'ringlar haqiqiy futbolinglarni. Bizda butun o'yin davomida dominantlik zo'r edi. To'pni egallab turish, zarbalar, pressing, hammasi bizda ustunlik bizda edi. Nimaga biz bunaqa durang o'ynab qo'ydik? Haligacha hayronman-da, tushunmayapman-da. Kubokni statistika uchun bersa bor, sizlar treble qilib yuborardinglar. Biz bunga ishonamiz lekin. Addushi. Keyin gol urganini ko'rdingizmi? Zo'r gol bo'ldi. Ozgina bir 2 minut yana vaqtimiz bo'lganda bemalol biz sizlarni yutardik lekin. Ishonavering. U kiritilgan golinglar final masalasi hal bo'lgandan keyin bo'ldi-yu. Nima farqi bor? Umuman ahamiyati yo'q. 2 minut bo'ladimi, 10 minut bo'ladimi? 90 minut bitta gol ura olmadinglar-yu. Ikkinchi golga urishinglarga ishonmasizlarmi shu darajada? Ha, bizga shu omad yetishmadi. Shu omad bo'lganda lekin holingizga maymunlik qilib yuborardi bor lekin. Sizlarga o'zi hech narsa yetishmadi o'yin davomida. Bir darvozani qidirdinglarmi o'zi? Bizning darvozani qidirdinglarmi yo umuman qaramadinglarmi? Google Maps'dan ham topa olmabsizlar-da bizning darvozani. Sizga bitta tilagim bor-da. Shu tilakni sizga aytib ketaymi? Finalda Arsenalga yutqizinglar. Mani holimga tushinglar, bir ko'ringlar mani holim qanaqa bo'lishini. Final o'yinigacha sizlar popkornlarni tayyorlab qo'yinglar. Biz sizlarga VIP bilet olib jo'natib yuboramiz. Mazza qilib o'tirib, shu yerda ko'rib ketasizlar finalni. Mayli oxirgi gap. Keyingi mavsum sizlar bilan ko'rishganda, uchrashganda bir qasos qanaqa bo'lishini ko'rsatamiz sizlarga.